Onion everyone. Bugungi mavzu bu Mitsuga bo'lgan adolatsizlik yoki uni rasmlari tarqab ketganligi haqida. Xabarlar borki, Honjuni rasmlari tarqalgandan keyin bir necha kun o'tib Mitsuni ham kiyimsiz rasmlari AI orqali yasalgan ko'p rasmlari tarqab ketdi. Oldiniga faqat uni oddiy rasmi, niklari va nomerlarini qo'yishdi. Lekin undan keyin alohida yechingan qizlar degan kanal ochilib, uni shunaqa rasmlari tarqalganligi ma'lum bo'ldi. Bu ishni esa uni eski dugonasi Heya tomonidan qilingan ekan. Va yana bitta armijonka menga Snapchatdan tashlab bergan skrinlariga ko'ra, Ryu Honjun adminlari va Ryushjonkalari Mitsuni sharoitini ustidan kulishgan va yana shunga o'xshash har xil rasmlar bilan Mitsu haqida, uni kiyinishi yoki uni ko'rinishi haqida gaplar bo'lgani haqida u qiz menga tashlab berdi va asosiysi ular Mitsuga alohida stiker ochganini ham tashlab chiqarishimni so'radi. Men ba'zi youtuberlar va Mitsuni fandomiga gapirib qolardim. Agar bu narsani sizlar menga vaqtliroq tashlab berganinglarda yoki ikkinchi admin Jagadaydiga vaqtliroq tashlab berganinglarda bu tema oldinroq chiqardi. Bizaga tashalgan ma'lumot faktga qarab olib chiqamiz. Men shu narsani kanalga kirdim, surishtirib ko'rib, keyin shu temani olib chiqdim. Agar sizlar videolarni vaqtida tashlaganinglarda bunaqa gap so'zlar bo'lmasdi. Va yana aytib qolardim, bizani orqamizdan gap tarqatmaslikni. Agar duxiylar yetsa, shunaqa duxiylar baland bo'lsa, bizada lichkalar ochiq turadi. Hech kimni bloklamaymiz, hech kimni ignor qilmaymiz. Bemalol lichkada xohlagancha dardinglarni to'kib sochsanglar bo'ladi. Yana aynan armijonkalarga eslatib o'tgan bo'lardim. Biza bu kanalda kar soqovimiz, bizga kelgan ma'lumotlarni faqat gapiramiz. Boshqa o'zimizni kanalimizdagi dushmanlarni bu yoqda olib chiqmaymiz. Agar olib chiqqanimizda, menimcha hozir ular bo'lmasdi. Biz faqat faktlarga, isbot dalillarga tayangan holda video chiqaramiz. Agar yana shunga o'xshash videolar bo'lsa, bemalol lichkaga tashlab beringlar.